Bismillahirrohmanirrohim. Alhamdulillah, vassalatu vassalamu ala rasulillah. Balog'at darslarimizdan tashbih haqida gaplashayotgandik. Tashbih ya'ni bir narsani boshqasiga o'xshatish. Bugun ikkinchi bahs. O'tgan darslarimizda tashbihning rukunlari haqida gaplashgandik. Mushabbah, mushabbah bihi, vajhu shabah va adatu tashbih haqida. Bugun endi mana shu tashbihni qismlari haqida gaplashamiz. Ya'ni tashbihni turlari bor va ana shu turlarni nomi bor o'ziga yarasha. Yanqasimu tashbihu bi'atibari tarafayhi ila arba'ati aqsam. Tashbih ikkala tarafiga ko'ra 4 qismga bo'linadi. Ya'ni mushabbah va mushabbah bihiga nisbatan 4 turlidir. Birinchisi tashbihu mufrad bi mufrad. Mufrad narsani mufrad narsaga o'xshatish deb nomlanadi birinchisi. Masalan, hada shay'u kal miski fi raihati. Bu narsa hid jihatidan atirdek. Mana bir narsani bir narsaga o'xshatdik. Shay'unni miskunga o'xshatdik. Shay'un mushabbah, miskun mushabbah bihi, kaf adadu tashbih, fi raihati vajhu shabah derdiga. Shu yerda mana demak bir narsa bir narsaga o'xshatildi. Ya'ni narsalarni jamlanmasi maski bir dona narsa bir dona narsaga o'xshatilishligi demak tashbih mufrad bi mufrad deyilar ekan. Keyingisi tashbihu murakkab bi murakkab. Ya'ni majmuani majmuaga o'xshatishlik. Bir to'da narsa bor, shuni jamlanmasini boshqa bir to'da narsani jamlanmasiga o'xshatishlik. Ya'ni holatni holatga o'xshatish deymizmi? Ya'ni shunga o'xshash ma'no. Bi ay yakuna kullun min al-mushabbah wal mushabbah bihi hay'atun hasilatun. Demak, mushabbahni ham va mushabbah bihini ham bir qancha narsadan tashkil topgan ko'rinishi bo'ladi. Ya'ni majmua deb, to'plam deb aytayotgandik-ku. Xuddi Bashshorning gapi singari mana shu yerdan misol kelyapti. Ka'anna mutharan naq'i fawqa ru'usina va asyafana laylun tahawa kawakibuh. Xuddiki boshimiz uzra ko'tarilgan to'zg'igan chang va qilichlarimz yulduzlarini to'kkan tun kabidir. Qarang, ya'ni bu jang voqeasi tasavvurga keltirilyapti. Ya'ni jangda cho'lda masalan qumda jang bo'lsa to'zib hamma yoqqa qum ko'tariladi va qilichlar bir-biriga urilganda mana boshimiz uzra ko'tarilgan qilichlar xuddi osmonda tunda uchgan yulduzlar kabidir deyilyapti. Ya'ni osmon qop-qorong'i, hech narsa ko'rinmaydi, yopilib ketgan, ya'ni nurlar ketgan orqaga va o'sha yerda yulduzlar uchib qo'ysa orada xuddi mana bu chang to'zonning orasida qilichli bir-biriga urilganda chiqqan cho'g'i uchquniga o'xshatilyapti. Bir holat boshqa bir holatga, ya'ni narsalarning majmuasi, qum, chang, qilich, urushni majmuasi, qorong'i tun, osmon, yulduzlarni uchganlari ba'zilari joyida turibdi-ni majmuasiga o'xshatilyapti. Bu qanaqa tashbih ekan? Tashbihu murakkab bi murakkab. Birinchisi mufrad bi mufrad edi. Fa innahu shabbaha hay'atal ghubari wa fihi suyuf muttaribatun بهيئة الليل وفيه الكواكب تتساقط في جهات مختلفة. Nozim Bashshor, ya'ni yuqorida she'r muallifi, changni va undagi bir-biriga urilayotgan, borib kelayotgan qilichlarni hay'atini tunni hay'atiga o'xshatdi. Shunaqangi tunki unda yulduzlari bor va yulduzlari turli taraflarga to'kilyapti. Mana shunaqangi holatdagi tunni hayatiga o'xshatildi mana bu chang ichida urilayotgan qilichlar. Uchinchi turimiz tashbihu mufradin bi murakkab. Mufradni murakkabga o'xshatishlik. Mushabbah mufrad bo'ladi, mushabbah bihi majmua murakkab bo'ladi. Murakkab deb ya'ni bir dona narsa emas. Masalan, ka tashbihi shaqiqi bi hay'ati a'lamin yaqutiyatin manshuratin ala rimahin zabarjadiyatin. Bu yerda demak shaqiq tug'ishgan birodarni, tug'ishgan aka yoki tug'ishgan ukani zabarjatdan bo'lgan
nayzani ustida hilpirab turgan yoqutli bayroqni holatiga o'xshatilyapti. Demak, qimmatbaho bir nayza bor, unga yana qimmatbaho durlari bor, bayroq ilingan, mana shu bayroq hilpirab turibdi, birodarim shunga o'xshaydi deb mufrat bir dona birodarini shuncha narsadan iborat majmuaga o'xshatyapti. Bu nima deyilar ekan? Tashbihu mufrat bi murakkab. Uchinchisi shuni teskarisi tashbihu murakkab. To'rtinchisi shuni teskarisi tashbihu murakkabin bi mufradin. Murakkabni mufratga o'xshatamiz. Misol, ya sohibayya taqassaya nazaraykuma taraya wujuhal ardi kayfa tasawwaru taraya naharan mushmisan qad shabahu zahru ruba faka'annama huwa muqmiruhu. Ey ikki sohibim, nazarlaringni uzoqlashtiringlar, ya'ni nazarilarni qaratinglar yer yuziga. Taroya vujuhal ardi, shunda yer yuzini ko'rasizlar. Kayfa tasavvaru, qanday suratda ekanligini. Taroya naharon mushmisan qad shabahu, ko'rasizlarki quyoshli kunduzini, nahorni ko'rasizlar. Qad shabahu zahru ruba, ruba degan tepalik. Tepalikni o'simliklari, gullari aralashgan quyoshli kunduzini ko'rasizlar. Demak, tasavvur qilamiz. Nozim shunaqangi tasavvur keltiryaptiki, yorug' kun, quyoshli kun, tepalik, gullar, o'simliklar bor. Mana shunaqangi chiroyli holatni ko'rasiz. Nimaga o'xshatildi shu? Shunday bir majmua, yorug', quyosh, tepalik, o't-o'lan, gullar, faka'annama huwa muqmiru. Xuddi oyli tun kabidir deyildi. Ya'ni osmonda qorong'ida oy bor, atroflarida yulduzlar bor. Mana shunaqangi tun zulmati gilamdek bo'lsa, undagi yulduzlar, gullar, o'simliklar bo'lsa, chiqib turgan oy quyosh kabi bo'pti. Shunda butun mana shu vaziyat, holat tunga o'xshatildi. Qisqa-qisik majmua, ya'ni tarkib, murakkab mufratga o'xshatildi. Mufratimiz nima edi? Laylun muqmirun. Oyi bor, tun. Fa innahu shabbaha hay'atan nahari al-mushmisi alladhi ikhtalatat bihi azharu rabwati bil-layl al-muqmir. Nozim, shoir, tepalikni gullari, o't-o'lanlari unga aralashib ketgan quyoshli kunni oyli tunga o'xshatdi. Mana shuncha voqeani hammasini jamlab turib tunga o'xshatdi. Al-muqmir faqat uni qaydi deb tushunamiz bu yerda. Ya'ni bu uni murakkab qilib qo'ymaydi, bir dona qayd keldi faqatgina laylun so'ziga deyiladi. Va yanqasimu, demak, 4 xil vaziyatni tushundik. Mufrat murakkab, murakkab mufrat, mufrat mufrat, murakkab murakkab. Endi boshqa e'tibordan yana bir taqsimi bor tashbihni. Va yanqasimu bi'tibari at-tarafayni aydan ila malfuf va mafruq. Yana mana shu ikkita tarafi e'tiboridan, ya'ni mushabbah va mushabbah bihi e'tiboridan malfuf va mafruqqa bo'linadi. Ya'ni tashbihlar bir qancha kelsa, ikkita masalan tashbih keldi deylik. Mushabbah, keyin mushabbah bihi, keyin mushabbah, keyin mushabbah bihi bo'lib kelsa mafruq deyiladi. Agar mana shu ikkita tashbihimiz mushabbah, mushabbah, keyin mushabbah bihi kelsa, unda malfuf deyiladi. Ya'ni masalan tashbihni ikkita tarafini xotin desak, xotin, keyin xotin turgan bo'lsa, bu mafruq, ya'ni ikkita oila alohida turibdi deymiz. Lekin xotin turgan bo'lsa, unda bu malfuf deyiladi, ya'ni aralashib, o'ralib turibdi bir-biriga ikkita oila deyiladi. Mana shu jihatdan demak tashbihimiz ikkiga bo'linar ekan. Malfuf va mafruq. Malfuf degani an yu'ta bil mushabbahayni aw akthar thumma bil mushabbah biha. Ikki va undan ortiq agar tashbihli kelayotgan bo'lsa, ketma-ket ko'p tashbih o'xshatilyapti bitta narsa ikkinchisiga, yana bitta narsa ikkinchisiga, bitta narsa ikkinchisiga o'xshatilayotgan bo'lsa,
o'sha birinchi mushabbahlikka oladi hammasi. Ikkita bo'lsa ikkita, yoki ko'p bo'lsa ko'p. Keyin mushabbah bihilar keladi bir chekkadan. Aytdik-ku, ya'ni er hammasi bir tomonda bo'ladi. Keyin ularning xotinlari bir chekkadan kelishadi. Masalan, ka'anna qulubat tayri ratban va yabisan lada vakriha al-unnab wal hashaful bali. Ho'l va quruq holatdagi qushning qalblari, yuraklari xuddiki inini oldida jiyda va eski xurmo singaridir. Ya'ni qushni yuragi tasvirlanyapti. Ikki xil qush yuragi mana. Birinchisi demak birinchi mushabbah, ikkinchisi ikkinchi mushabbah. Ho'l qushni yuragi, qalbi birinchi mushabbah, qurib qolgan eski qushni yuragi, qalbi ikkinchi mushabbah. Birinchi ikkita mushabbah keldi, keyin mana shuni ikkalasini jufti mushabbah bihilari pastga kelyapti mana. Al-unnab bu birinchisini mushabbah bihisi, al-hashaf bu ikkinchisini mushabbah bihisi. Mana shu demak malfuf deyiladi, ya'ni aralashib turibdi. O'rtasiga boshqasi kirib, ya'ni mushabbah bihi bo'lib hammasi alohida mas aralashib turibdi. Bu malfuf deyiladi demak. فإنه شبه الرطب الطرية من قلوب الطير بالعناب. Sveji yangi ho'l qalbni unnabga o'xshatildi, jiydaga. Va qurib qolgan eskisini past bo'lgan tamirga, xurmoga o'xshatildi. Mafruqi qanaqa tashbihni desa, an yu'ta bi mushabbah va mushabbah bihi thumma akhar va akhar. Birinchi mushabbah va uni sherigi bo'lmish mushabbah bihi keladi. Keyingi mushabbah va uni mushabbah bihis keladi. Agar uchinchi tashbih ham bor bo'lsa, u ham mushabbah, keyin mushabbah bihis keladi. Mana shunaqa hammasi o'zini sherigi bilan turadi. Masalan, an-nashru miskun wal wujuhu dana niru va atraful akuffu anamu. Yoki anam. Shu she'rda demak bir inson madh qilinyapti. An-nashru ya'ni og'izdan keladigan hid degani. Uni og'izdan keladigan hid mushka ambardir va yuzlari dinorlardir. Ya'ni yuzi dinorga o'xshatilyapti. Va kaftini barmoqlari yoki kaftini uchlari, chekkalari anamdir. Anam bu yumshoq mayin o'simlik. Ya'ni og'zi xushbo'y, yuzlari dinordek yarqirab turadi. Qo'llari biram yumshoq edi deb maqtayapti shoir. Shu yerda mana 3 ta tashbih kelibdi. Birinchisi og'izdan chiqadigan hid xushbo'ylikka o'xshatildi. Yuz dinorga o'xshatildi va qo'llari yumshoq o'simlikka o'xshatildi. Uchalasini ham mushabbah bihisi yonma-yon alohida kelgani uchun mafruq dediga buni ham. Va in ta'addada al-mushabbah duna al-mushabbah bihi summiya tashbih at-taswiyah. Yana bir taqsimimiz, yangi taqsim. Agar mushabbah bir nechta bo'lib kelsa-yu, mushabbah bihimiz unaqa bo'lmasa, ya'ni bir dona bo'lib kelsa, bu tashbihimiz tasviya deyiladi. Ya'ni ismi shunaqa barobar qilish degani. Yani mushabbah keladi, mushabbah bihi keladi. Ya'ni ikkita uchta narsa bir narsaga o'xshatiladi. Sudghul habibi va hali kilahuma kallayali. Habibni, ya'ni suyuklini chakkasi yoki chakkasidagi sochi va meni holatim ikkalasi ham tun kabidir. Ya'ni sevgan insonini sochi bilan meni holatim bir xil tun kabi qop-qorong'i. Baxtsizman, uni sochi ham qop-qorong'i deyilyapti. Ikkita narsa bitta narsaga o'xshatildi. Sudgh bu birinchi mushabbah va hali ikkinchi mushabbah, ikkalasiga ham al-layali tunlar bitta mushabbah bihi keldi. Bu tashbihni turi nima deb nomlanar ekan? Tashbihu tasviya. Ya'ni ikkalasini barobar qilish degani. Sudgh bilan halun ikkalasi bir maqomda bo'ldi go'yo. Va in ta'addada al-mushabbah bihi duna al-mushabbah summiya tashbih al-jam'. Endi shuni teskarisi. Mushabbah bihilar ko'p bo'ladi, mushabbah bo'lsa bitta bo'ladi. Bu endi jamlash deb nomlanar ekan. Tashbihul jam'. Ya'ni bitta narsani turli xil narsalarga o'xshatasiz. Bitta gapingizda, bittada keladi. Masalan, ka'annama yabsimu al-lu'lu'in
munaddadin aw baradin aw aqah. Bir insonni tabassumi vasf qilinyapti bu yerda. Xuddiki u tabassum qiladi lo'lulardan, dur marjonlar orqasidan tabassum qiladi. Ya'ni tishi durga o'xshaydi deyilyapti. Tishlari demak mushabbah, lo'lu mushabbah bihi birinchisi keldi. Munaddad, buni endi shuni sifati desak, ya'ni munaddad degani tekis, tartibli lo'lu, durlar, marvaridlar. Bu birinchisi bo'ldi. Av barodin, yoki do'l donachalari orqasidan tabassum qilyapti. Ya'ni tishi yo dur marvaridga o'xshatildi yoki do'l donachalariga o'xshatildi. Av aqoh. Aqoh degani uqhuvan degan so'zni ko'pligi. Ya'ni o'simlikning nomi, ya'ni oppoqqina chiroyli gul. Tishini, ya'ni oppoqqina chiroyli aqoh degan gulga o'xshatilyapti. 3 ta narsaga o'xshatildi tabassum. Mushabbahimiz bitta bo'ldi, mushabbah bihi 3 ta bo'ldi. Bu nima deb nomlanar ekan? Jam, tashbihul jam. 3 ta narsa bilan jamladi. Yana keyingi taqsimimiz va yanqasimu bi'tibari wajhi shabah ila tamsil va g'ayri tamsil. Endi vajhu shabahga ko'ra tamsil va g'ayri tamsilga bo'linar ekan. Tamsil degani ma kana wajhuhu muntaza'an min mutaaddidin. Tamsil degani vajhu shabahi bir qancha narsadan sug'urib olingan bo'ladi. Masalan, Surayyo yulduzini, ya'ni osmondagi Surayyoni yorqin rangdagi uzum shingiliga o'xshatilyapti. Uzum shingili bir to'p bo'lib tursa, ya'ni osmonda Surayyo yulduzi va uni atrofidagi yo'ldoshlari bir to'p bo'lib, ana shunga o'xshatilyapti. Demak, bu yerda o'xshatilish jihati vajhu shabahi nima jihatdan o'xshayapti desa, o'xshash jihatlari ko'p ekan. Birinchidan o'zi nurli, yorishib turadi. Ikkinchidan mana atrofida bir to'da uzumlar osilib turadi shingilga. Bunda ham xuddi shu deb, demak, o'xshash jihati bir jihat emas, bir necha jihatdan bo'lsa, bu tashbihimiz tamsil deb nomlanar ekan. Agar unaqa emas, bitta narsaga bir vajhda o'xshaydi xolos. Masalan, Zayd sherga shijoat jihatidan o'xshaydi, bo'ldi. Bunaqa bo'lsa g'oyri tamsil deyiladi. Yoki masalan, Zayd sherga o'xshaydi, shijoat jihatidan emas, sochi uzun, soqol uzunligi jihatidan. Faqatgina shu, agar shijoati ham qo'shilsa, tamsil bo'lib ketadi. Chunki ikkita vajhdan o'xshyapti-da. Ham soch soqoli keng, yungli inson, ham shijoatli inson. Bunda tamsil bo'lib ketadi. Yo, faqat bitta vajhdan o'xshaydi desak, masalan, faqat soqoli, sochi uzun, keng, mana shu jihatdan o'xshatsak, g'oyri tamsil bo'ladi. Yo, faqat shijoat jihatidan o'xshaydi, o'zi umuman soqoli yo'q inson, sochi ham kal bo'lsa, masalan, bunda ham g'oyri tamsil. Xullas, vajhu shabah bir jihatdan bo'lsa, g'oyri tamsil, ko'p jihatdan bo'lsa, tamsil deyiladi. G'oyri tamsilga mana kitobda kelgan misol, katashbihin najmi bid-dirham. Yulduz dirhamga o'xshashligi, ya'ni qaysi jihatdan? Dona-dona bo'lib osmonda yaltirab turishligi jihatidan. Va yanqasimu bi hadha al-i'tibar aydan ila mufassal va mujmal. Yana mana shu jihatdan mufassal va mujmalga ham bo'linadi. Ya'ni vajhu shabah jihatidan mufassal va mujmalga bo'linadi. Mufassal degani ma zukira fihi vajhu shabah. Agar vajhu shabah aytilgan bo'lsa, gapda mufassal deyiladi, aytilmasdan ketgan bo'lsa mujmal deb nomlanadi. Tashbihimiz. Masalan, mufassaliga misol va thagruhu fi safa'in va admu'i kal-layali. Uni tishi oqlik jihatidan, ya'ni yuqorida o'tgan she'rda, ya'ni durdek deb maqtalgan, nima jihatdan durga o'xshaydi? Oppoqligi jihatidan mana shu vajhu shabah aytilyapti. Demak, bu tashbihimiz mufassal deyiladi, ya'ni tafsilot qilindi, batafsil aytildi. Va admu'i kallayali, meni ko'z yoshlarim xuddi kallayali ekan. Layali nima? Xuddi dur donachalaridek debdi. Ya'ni bunisida lekin mana kelmadi. Dur donachalari bilan ko'z yoshlari nima jihatidan o'xshaydi? Agar u aytilganida nima deyilardi?
tashbihimiz mufassal. Mana aytilmabdi. Ikkinchi qismimiz, she'rimiz ikkinchi shatri mujmal bo'ldi. Ikkinchisi unday bo'lmagan tashbih, ya'ni vajhu shabah, aytilmagan tashbih mujmal deyiladi. Masalan, an-nahvu fil kalami kal milhi fit ta'am. Kalomdagi nahvu xuddi taomdagi tuz kabidir. Ya'ni nahvu fani kalomda xuddi taomdagi tuz kabi muhimdir. Gapimizdagi nahvu muhimligi jihatidan xuddi ovqatdagi tuz kabidir. Shu muhimligi jihatidan degan joyi yo'q. Nahvu fil kalam kal milhi fit ta'am fil ahammiya deb kelganda, masalan, vajhu shabah bo'lganda mufassal deyilardi. Bu yerda aytilmadi. Shu jihati nima jihatdan o'xshatilayotganligi nahvu fani tuzga aytilmaganligi uchun mujmal deyiladi. Hop, keyingisi adatu tashbih bor yoki yo'qligi jihatidan muakkad va mursalga bo'linadi. Agar yo'q bo'lsa muakkad deyiladi, agar bor bo'lsa mursal deyiladi. Masalan, huwa bahrun fil judi. U saxiylikda dengiz. Huwa kal bahri deyilmadi. Shuning uchun muakkad. Kuchaygan, ta'kidi ziyoda bo'ldi go'yo. Nega ta'kidlangan deb, muakkad deb nomlangan desak, ya'ni shu qadar dengiz kabiki, dengizga o'xshaydi desak, o'zimizcha o'xshatishga chiranayotgandek bo'lib qolamizda. Chiranish shart emas, u dengiz shundoq ham degandek gapda. Ya'ni, voy, o'rninglardan turinglar, arslonimiz kelyapti desak qandoq gap u? Arslonga o'xshaydigan inson kelyapti desak qandoq gap? Arslonga o'xshaydigan deb kaf harfi bilan aytsak, unda o'zimizcha isbot qilishga chiranayotgandek bo'lamiz. Boshqalar go'yo bunga e'tiroz bildiradi-yu, biz isbot qilmoqchimiz. Lekin yo'q, arslon kelyapti desak, bu allaqachon isbot bo'lgan narsa go'yo de arslon deb ishlatyapmiz biz. Shu jihatdan demak ta'kidliroq bo'lar ekan adatu tashbihni tushirib aytishlik. Ya'ni tushirib olib gap aytishlik. Huwa kal bahri demasdan huwa bahrun fil judi. Mana mursalda bo'ladi, lekin huwa kal bahri karoman, u saxiylikda, ikrom qilishda dengiz kabi deyilyapti. Mursalda muakkad kuchli bo'ladi. Wa min al-muakkadi ma udifa fihi al-mushabbah bihi ila al-mushabbah. Yana mana shu ta'kidlangan bobdan hisoblanadi. Mushabbah bihi mushabbahga izofa qilinsa. Masalan, var-rihu ta'bathu bil-ghusuni wa qad jara zahabul asili ala lujaynil ma'i. Bu she'rimizda ham yana manzara tasvirlanyapti. Tush paytini oltini suvni kumushi uzra oqayotgan holida shamol daraxtni shoxlarini o'ynadi degan she'r. Bu yerdagi mana bu tush paytini, quyosh botar paytini oltini nima o'zi bu desa, quyosh botar paytda osmonda hamma yoq sarv bo'ladi-ku. Ana shu payt go'yo oltinga o'xshatilyapti-da. Al-asilul ladhi kaz-zahabi bo'lgan aslida. O'sha mushabbah bihi oldinga o'tib muzof bo'ldi. Mushabbahimiz muzof ilayhi bo'lib qoldi. Mana shu muakkad tashbih bo'ldi. Yana bitta mana lujaynil ma'i, suvni kumushi. Aslida al-ma'ul ladhi misla al-lujayni yoki al-ma'ul ladhi kal-lujayni bo'lgan. Ya'ni kumushdek bo'lgan suv uzra choshgoh oltini oqyapti. Ya'ni tovlanyapti. Vallohu alam, mana shunaqangi holat tasvirlanyapti. Mana kumushdek bo'lgan suvning ustida sariq oltin yuguryapti. Mana bu quyoshning sariq shu'lalari yuguryapganligi she'rda tasvirlanyapti. Subhanalloh, naqadar go'zal uslubda manzara tushuntirilibdi. Bu yerda ham mana lujayn mushabbah bihi, o'zini mushabbahni oldiga o'tib muzof bo'ldi. Bu yanada ta'kidli bo'lishiga xizmat qilar ekan tashbihimizni. Shuning uchun muakkad deb nomlanar ekan bu ham. Allohu alam, mana shu taqsimotlarni hammasini xulosa qilamiz o'zimizga. Qisqacha bitta misoldan va uni taqsimi nomi bilan birga qo'shib yodlab olaylik. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.